Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana yana bitta mijozimizning xonadoniga spalni kampirligimizni ustunovkasini qilib tugatdik. Spalni kampirligimizga har doimgidek shkaf, termo, divan, tumbichka, fonsiga pufigimiz kiradi. Mebelga e'tibor berasizlar, operator polni olamiz. Uy dizayniga moslab razmerlari biroz kichikroq qilib yasab o'rnashtirdik hozir. Shkafimizga keladigan bo'lsak, shkafimizning razmeri 210 santiga, bo'yi 220 santi bo'ldi. Shkafimizning bir yoni ayollar uchun vishilka bo'ldi. O'rtasi polka bo'ldi. Hop, bu yoni yigitlarimiz uchun kostyum va shimdirish uchun vishilka, tepasida polkani joylashtirdik. Termomizga keladigan bo'lsak, termomiz 3 ta g'aladandan iborat, tepasi, pastida eshik va polkadan iborat bo'lib, bo'ylarni ham bahaybat qilib balqib yasadik. Shunday turganda inson o'zini bemalol ko'rishi mumkin. Termomizda podsvetka bor. Elektr rozetka yo'qligi uchun hozir yongani yo'q. Bu yonadi, lekin montajni qo'yib berishga harakat qilamiz. Divanimizga keladigan bo'lsak, divanimiz razmeri 220 santiga 180 santi sig'imi, matrasi 210 ga 170 santi bo'ladi. Bu bosh taraflari ham moshi material yuzda bo'laveradi bemalol. Divanimizning matrasi garantiyali, 3 yilga garantiya beramiz. Matrasimizning ag'i ham bari ham ortopedskiy materiallari qo'lmali, yuntarib ishlatsa bo'laveradi. Divanimiz tagida kichikroq sandig'i bor. Kiyimlarni solib foydalanishga juda qulay qilib qo'yganmiz.